Qasoskorlar Qiyomat kuni filmidan tarqalgan yangi rasmlar Robert Downey ijrosidagi Doktor Doom haqidagi 5 ta muhim detalni ochib berdi. Marvelning qariyb 7 yillik tanaffusidan keyin qasoskorlarning qaytishi asta-sekin shakllanmoqda va film 18 dekabr kuni kinoteatrlarda chiqadi. Hali ham ko'pchilikni hayratda qoldirayotgan kasting qarorida Robert Downey temir odam kostyumini tashlab, endi Marvel kino olamidagi eng xavfli yovuz qahramonlardan biri Doktor Doom rolini ijro etmoqda. Va nihoyat muxlislar uning ilk ko'rinishini ko'rishdi. Bugungi videoda qasoskorlar Qiyomat kuni haqidagi eng so'nggi tafsilotlar va teoriyalar haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Ekrandagi karta raqamlarga donat qilgan holda esa meni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Kevin Feige Disneyning CinemaCon 2026 taqdimotini juda katta tarzda yakunladi. U sahnaga Joe Russo va Anthony Russo bilan chiqib, Qiyomat kuni uchun hype yaratdi. Aka Russolar bu filmdagi xavf darajasini naqadar katta ekanligini ta'kidlashdi. Joe Russo hatto Victor Von Doomni Marvel tarixidagi eng buyuk yovuz qahramon, hatto Thanosdan ham kuchliroq deb atadi. Tadbirga Robert Downeyning o'zi ham tashrif buyurdi va u Chris Evans bilan birga sahnaga chiqdi. Shundan keyin tomoshabinlarga hali ommaga chiqarilmagan eksklyuziv treyler ko'rsatildi. Marvel kino olamidagi yangi Doktor Doomni ilk bor ko'rishdi. Doktor Doomning dizayni esa avvalroq Fantastik to'rtlik birinchi qadamlar titrlaridan keyingi sahnada ko'rsatilgan edi. Disney tomonidan chiqarilgan rasmiy artlar ham treylerdagi ko'rinishga juda o'xshash bo'lib chiqdi. Doktor Doom kumush metal niqob, katta yashil kapushon, yashil plaj, zirhli ko'krak qismi bilan deyarli komikslarda ko'rinishga aynan mos keladi. Marvel Studios bu safar komikslarga juda sodiq qolayotgani sezilib turibdi. Ammo faqat tashqi ko'rinish emas, Doomning kuchi ham hammani shokka tushirdi. Buni spoiler qilish niyatim yo'q, lekin treylerda Doom juda kuchli qilib ko'rsatilgan. Internetda tafsilotlar juda ko'p, lekin men ularni o'qimadim. Lekin Doomni yanada qiziqroq qilayotgan narsa uning maqsadi oddiy dunyoni egallash emasga o'xshaydi. Treylerdagi juda sirli dialog bunga ishora qiladi. Bugun tugashidan oldin biz tasavvur qilib bo'lmaydigan qaror qarshisida qolamiz. Bu gap va oldingi tizerdagi sahnalar shuni ko'rsatadiki, Doom ehtimol oddiy bosqinchi emas, u multiolamni yo'q qilishi mumkin bo'lgan dahshatli falokat haqida biladi. Bizga hozircha noma'lum, Doom o'zini qutqaruvchi deb biladimi yoki aynan o'sha falokatning sababi o'zimi? Lekin tasavvur qilib bo'lmaydigan qaror haqidagi gapi uni juda murakkab va chuqur yovuz sifatida ko'rsatmoqda. Eng katta surprizlardan biri esa Robert Downeyning ovozi bo'ldi. U treyler davomida Sharqiy Yevropa aksentiga o'xshash mutlaqo yangi ohangda gapirgan va bu Tony Stark ovoziga umuman o'xshamaydi. Hatto treyler birinchi qo'yilganda ko'pchilik gapirayotgan odam Robert Downey ekanligini bilmagan. Keyinchalik tushunishgach, tomoshabinlar uning yangi aksent haqida gapirishdan to'xtashmagan. Bu esa juda muhim narsani isbotlaydi. Robert Downey bu safar temir odamni qayta o'ynamayapti. Bu mutlaqo boshqa inson, boshqa xarakter va boshqa zirh. Hozircha ko'ringan tafsilotlar asosiga qaralganda Robert Downey Doktor Doom rolida juda yaxshi ishlayotgandek tuyulyapti. Uning ovozi, harakati, aurasi, xarakteri Tony Starkdan butunlay farq qiladi. Shu sabab muxlislar Marvelni shunchaki temir odamni qayta ishlatyapti deb ayblashi qiyin bo'ladi. Hozircha Doom niqob ortida qolayotgani ham to'g'ri qaror bo'lib ko'rinmoqda. Chunki bu Tony Stark va Victor Von Doom o'rtasidagi chegarani yanada kuchaytiradi. Ammo eng katta savol hali ham ochiq qolmoqda. Nega aynan Robert Downey? Treylerga qaraganda bu rolni boshqa istalgan aktyor ham o'ynashi mumkin edi. Demak, film hali nega Doom Tony Starkka o'xshaydi savoliga kuchli javob berish kerak bo'ladi. Hozircha eng oddiy javob shuki, Robert Downey Marvel kino olamini qurgan odam va Marvel filmlarini undan yaxshi sota oladigan aktyor deyarli yo'q. Marvel buni film chiqishidan 7 oy oldin ham isbotlay boshladi. Yana bir tarqalgan teoriyalarga ko'ra, Qasoskorlar Qiyomat kuni filmi Marvel kino olami tarixidagi eng katta vaqt sakrashidan birini ko'rsatishi mumkin. Mishmishlarga ko'ra, film voqealari ichida 11 yillik vaqt o'tishi sodir bo'ladi va bu Qasoskorlar intihodagi mashhur 5 yillik sakrashdan ham kattaroq bo'ladi. Marvel kino olamida bundan oldin ham katta vaqt sakrashlari bo'lgan. Masalan, Thanos g'alabasidan keyin intihoda 5 yil o'tib ketgani ko'rsatilgan edi. Yana Qasoskorlar
san'atkorlar va qasoskorlar Ultron davri o'rtasida ham bir necha yil o'tgan. Eng yangi misollardan biri esa O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q va O'rgimchak odam yangi kun filmlari orasida 4 yillik farq bor. Kino rejissyor va Marvel insayderi Robert Mayer Barnettning aytishicha, Qiyomat kuni tizeridagi Steve Rogersning Peggy Carter va o'g'li Jim bilan tinch hayot kechirayotgan sahnasi filmning asosiy voqealaridan 11 yil oldin sodir bo'ladi. Bu davrda hali multiolamda tartibsizlik boshlanmagan va Steve hali Doktor Doom bilan uchrashmagan bo'ladi. Keyinchalik Barnett yana bir muhim narsani aytdi. CinemaCon 2026 dagi rasmiy treylerda Steve allaqachon Doktor Doom bilan uchrashgan bo'ladi. Chunki u Peggy va o'g'li bilan fantastik to'rtlik yashaydigan 828 olamida uzoq vaqtdan beri yashab kelgan. Bu 11 yillik vaqt sakrashi Marvel tarixidagi eng katta qasoskorlar ichki vaqt sakrashi bo'lishi mumkin. Oldingi rekord intihodagi 5 yillik sakrash edi. O'sha vaqt oralig'ida tirik qolgan qahramonlar yo'qotishlar bilan yashashni o'rganishgan va keyinchalik vaqt sayohati orqali Thanosni yengishgan edi. Qiyomat kunidagi 11 yillik davr esa ancha qiziq bo'lishi mumkin. Chunki muxlislar Steve Rogersning oilaviy tinch hayotini ko'rishadi, ammo keyinchalik u yana kostyum kiyishga va butun multiolamni Doktor Doomdan qutqarishga majbur bo'ladi. Mishmishlarga ko'ra film voqealari 2028-yilda bo'lib o'tadi. O'rgimchak odam yangi kun filmi voqealari ham aynan shu vaqtga to'g'ri kelyapti. Yana bir mishmishlarga ko'ra Loki va Steve Rogers filmda juda muhim sahnada bo'lishadi. Ehtimol Loki Steveni uning qarorlari multiolam uchun qanday xavf tug'dirgani haqida ogohlantiradi. Bu aynan o'sha 11 yillik davr ichida sodir bo'lishi mumkin. Doktor Doom esa aynan Steve Rogersni nishonga oladi. Sababi mishmishlarga ko'ra Stevening Yer 828 ga borish qarori bosqinchilik deb ataluvchi olamlar to'qnashuvini boshlab yuborgan va bu Doomning hayotini butunlay o'zgartirib yuborgan. Shu sababli Doom barcha muammolar uchun Steveni ayblaydi. Bu vaqt sakrashi film uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Chunki u Doktor Doom va Steve Rogers o'rtasidagi katta qarama-qarshilikka zamin yaratadi. Bundan tashqari bu voqealar Steve Rogersning Marvel kino olamidagi qaytishiga ham chuqurroq ma'no beradi. Intiho Steve uchun juda muhim hissiy yakun bergan edi. U Peggy bilan baxtli hayot kechirish imkoniyatiga ega bo'lgandi. Ammo endi ma'lum bo'lishicha, uning o'sha qarori multiolam qulashining boshlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Film yana bir muhim g'oyani ko'rsatadi. Steve tinchlikni tanlagan inson edi, lekin endi u yana urushni tanlashga majbur va bu safar uning eng katta jangi bo'lishi mumkin. Shuningdek, qiyomat kuni boshqa yo'qolib ketgan qahramonlarning keyingi taqdirini ham tushuntirib berishi mumkin. Ayniqsa Shang-Chi uzoq vaqt davomida Marvel filmlarida ko'rinmagan. Muxlislar yana X-Menlarning qaysi timeline ekanligini bilishni xohlashyapti. Xullas, teoriyalar va yangiliklarni kuzatishda davom etamiz. Siz esa hoziroq mening kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Shunda eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Do'stlar, videolar davomiyligi va sifatini oshirish uchun meni qo'llab yuborishingiz kerak. Buning uchun ekrandagi raqamlarga istalgan summani donat qilishingiz mumkin. Bundan juda xursand bo'lardim. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.